Uxlayotgan odamlarning uyqusini bezovta qilib, ularning ustiga o'tirib oladigan yovuz ruh Kamos tarixiga yuzlansak, bu shunchaki kontent emas, bu jonlangan mifologiyadir. Bu turkiy ruh qadimgi ajdodlarimizning inonchiga ko'ra yomon tushlarga rahnamolik qilib uxlayotgan odamni o'z vazni bilan rohatsiz qilishga intilgan. Ahmad Burak Turon o'zining turk maxluqlari lug'atida yozishicha, uyqu paytida odamlarni bezovta qilishni o'ziga kasb qilib olgan bu ruh Kamos deb ataladi. Kamos bilan to'qnashgan odam nafas ololmay bo'g'ilib qoladi. Lekin muammo shundaki, bu holatga tushgan odam uyg'onsa ham hushiga kelishga qodir bo'lmaydi va hattoki tana a'zolarini qimirlata olmaydi. Kamos odamlarga dahshatli tushlar va vahimali o'ylarni yuboruvchi ruhdir. Kamos shovqinsiz harakat qiladi. Qizig'i shundaki, yovuzlikni o'ziga shior qilib olgan bu mavjudot ba'zan mitta odam, ba'zan esa ulkan maxluq ko'rinishida namoyon bo'ladi. U doimo bosh kiyim bilan yuradi. Agar uning bosh kiyimi birovning qo'liga tushsa, u oltinga aylanar ekan. Ba'zi turkiy inonchlarga ko'ra, bu bosh kiyimni qo'lga kiritgan kishi boyib ketadi. Lekin bu ham Kamosning o'ziga o'xshagan qadim turkiy afsona xolos. Bu shunchaki kontent emas, bu jonlangan tarix. Bizga obuna bo'lishni unutmang.